Shoh aka, sizga 3 ta savol bor. To'p savollar ko'pchilik qiynayotgan. Zalda ishlayotganda og'ir vesda kamroq ishlasa muskul yaxshi o'sadimi yoki yengil vesda ko'proq повторение bilan yaxshi muskul bo'ladi? Ko'pincha aytadi, bu narsa maqsadga bog'liq, maqsadga hech qanaqa aloqasi yo'q. Har doim maqsadingiz biz ozasizmi, semirasizmi farqi yo'q. Har doim kirib, eng maksimal ujizi darajangizga veslarni ko'tarishingiz kerak. Faqat texnikada bo'lish kerak, mana shunaqa yomonli texnika bo'lish kerak va suyeri bilan ko'tarmasangiz bo'ldi. Har doim og'ir ishlash kerak. Ikkinchi savol aka, qanaqa qilib silovoy oshirsa bo'ladi? Sizga shunaqa qaragan bo'lsa, sizda siqiloligingiz hozir misol uchun hamma narsani ichib, nimadir tiqib, silovoylarni ko'tarib olasiz. No siz ujizi mushaklarni qanchaga ishirib olsangiz, shunga qarab sizni silovoyingiz ham ko'taradi. Misol uchun bu 100 ko'taryapsiz, qancha siz misol uchun glutizga 100 ko'taryapsiz, glutiz yanada mushaklarni o'zi ishmasa, siz 120 ga qiyin bo'ladi-da o'tish. Deta bir oy o'tadigandan keyin glutiz ham ishadi-yu, shunaqa qilib 120 ham ko'tara olasiz takka. Oyoq ishlamasdan ham tana qursa bo'ladimi, bo'lmaydimi? 100% tanani kursi bo'ladi, tepa ham o'siradi bemalol, lekin agar sog'liqqa keladigan bo'lsa, agar oyoqni qilmasangiz, sizda hech qachon yuragingiz yaxshi ishlamaydi, chunki qon sirkulyatsiya faqat hamma narsa oyoqda va o'zi shunaqa endi professorlar aytadigan gap bor-da va sizni oyog'ingiz va ko'tingiz katta bo'lsa, qancha katta bo'lsa, sizni umringiz, hayotingiz uzunlashtiradi. Chunki bu ikkinchi yurak deydi-da, endi Xitoyda deydi. Mana shunaqa. Shuning uchun sog'liqqa qaragan bo'lsa, обязательно oyoq qilish kerak. Agar siz просто tepani ko'raman desangiz, bemalol oyoqsiz siz mumkin. Lekin ne estetik bo'ladi-da. Shuning uchun Rahmat Shoh aka, savollarga javob oldim.